Salom hammaga obunachilar. Bugun bitta o'yin qaroqlik qilamiz. Birinchi o'rinda jetalloq menimcha shu joy bo'ladi. Men aytgan nima qilamiz? To'rtburchak qilib uy qilamiz. Birinchi o'rinda yerto'la kerak. O'shaning hisobiga men aytgan jiyoch o'tirib yerto'la ko'laymiz. O'tlarni yo'qotib olsak, bag'ini ham o'tini yo'qotamiz. O'tgan safargi prosmotrimiz yaxshi chiqdi bolalar, 170 ta. Shuni endi bu safar bu videoni 1000 ta qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Bag'ini ham to'rtcha qilib ko'la olamiz. Tekis qilib. Qidir-bidir bo'lib qolmaslik kerak. Endi bu yog'ini olsak, bag'ini 2 ta, 3 ta, bitta. Endi ko'plab chiqishimiz kerak. Hozircha kerak emas. Xato bo'ldi. Endi ko'plab chiqishimiz kerak. Ketdi. Suv chiqib qoldi-ku, endi nima qilamiz? Hali hozircha ko'playmiz, yo'q. Bag'ini to'sishimiz kerak ekan. Ushamiz va to'samiz. Qani ketdik. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Negadir uni qilinmayapti. Suv to'xtamayapti bolalar. Yanada suv to'xtash uchun ustma-ustun qo'yib tashlaymiz. Bag'ini ichkarisidan ham bor ekanda. O'sha hisobiga ag'ini ham, bag'ini ham, o'ng tomonlarini ham berkitib tashlaymiz. Keyin suvda otsak bemalol bo'laveradi manaxlarda. Yaxshi. Yana vaqtdan chiqib qoldi. Demak, o'sha ichiga to'ldirib qo'yamiz, bo'ldi va suv to'xtaydi. Endi bu yog'iga davom etaveramiz. Bitta, yana bitta. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Yo'q. Qo'yib tashlaymiz. Bu yog'i ham tekis bo'lish kerak, pastagisi bilan. Ishqilib yana suv chiqib qolmasin. Chiqib qolsa bizga yomon bo'ladi. Ishimiz cho'ziladi yanada. Video cho'zilib ketadi. Sizlar zerikib qolishlaring mumkin. Bilganday aytibman o'zi ham. Mayli, qani ketdik. Yana bag'dan ham chiqdi. Qo'yinglar, Titanikni olamizda, o'zimda ishimda o'sha tentak qaro nomda amalga oshiraman. Xullas, baribir Titanik qo'yiladi. Metga ham qo'yib qo'ya olaman. Suv chiqqan joyga Titanik tornab tashlab qo'ya olamiz. Bombani to'g'riroq. Rejamiz o'xshab qolsa zo'r bo'ladi, ammo qani to'ldi, bag'iga ham 1 ta, 2 ta. Ustiga ham ketdik. Endi bag'ini ham ko'playmiz. Muncha suv ko'p bo'lmasa ham aytdi. Suv koniga tushib qoldikmi deyman-da bo'ldi. Qani yana suv. To'xtamasdan suv chiqyapti. Endi buni ichini Titanik bilan to'ldirish chiqishimiz kerak. Bag'iga ham qo'yamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Xullas, shu chuqurchoq to'lguncha qo'yib chiqishimiz kerak-da. Ag'iga, yana bag'iga, yoniga, burchakka. Birinchi qavatiga qo'ymaymiz, eng tepasiga. Chunki aytiga o'ynoq qoplamoqchiman. Reja asosida ketsa juda ham zo'r chiqadi. Qani yana to'ldiramiz. Asta-sekinlik bilan ko'tarilib, o'rtaga bitta qo'yamiz, yoniga yana bitta qo'yib chiqamiz. Endi o'ynakni qo'ysak ham bo'laveradi. Yo'q, qo'ymayman ekan. Tavakkal o'ynani qo'yamiz. Yo'q. Yana adashdimmi deymanda. Sindirib tashlavering. Endi uy holatiga keltirmoqchiman. Buni atrofiga uy o'daqasini terib chiqamanda, keyin to'ldiramiz maytdi. Hozir shart emas. Birinchi o'rinda o'sha uyning shakli uchun uni qilamiz. Nima deydi? Kvadrat holatda terib chiqamiz. Kvadrat o'tlardi, keyin ustiga daraxtdan foydalanaymi, daraxt kvadratidan.
Qaysi biridan foydalanay deb turibman, bilmadim. Xullas qani bag'ini bitirib oldik-chi, birinchi qavatini, ikkinchi qavatini o'ylab ko'raman. O'sha o'ylaganim yaxshi, o'shandan qo'yib qo'ya qolaman. Настройка. Erchani belimi endi bu nimasi bo'lsa, endi bundan terib chiqamiz ustun qilib. Ustun bag'iga, yo'q. Yana qo'yilib ketdi. O'chir. Bag'iga yana ustun, yoniga. Xullas chaqtirib shu holatda qo'yib chiqamiz. Keyin ichlariga deraza qo'yamiz, ichini to'ldiramiz. Shuni sal boshqacharoq ko'rdim boya. Oldida turgan ekan, ko'zga chiroyli ko'rindi. O'shandan qo'yaman ichiga. Va nihoyat tayyor bo'lib qoldi ust ko'rinishi. Endi ichki holatiga o'sha yondagidan ishlatamiz. Mana kakras. Bag'dan boshlaymikan? Bag'dan boshlab qo'ya olaymikan? Ha, bo'ldi. Derazaga joy qoladi shuncha. Bag'iga ham deraza qilamiz. Tavakkal bag'iga deraza qilib turib, bir tomoni yopiq, bir tomoni eshik bo'ladi. Xudo xolasa agar shunday qilaman. Eshikdan chiqib ketmasa. Nima qilay ekan, bag'ini to'ldirib chiqay avval. To'ldi, endi bag'iga eshikka joy tayyorlaymiz. Bag'ini ham to'ldirib chiqib, o'tlarni olib tashlaymiz. Olamiz. Chuqurchoqchilarni to'ldirishimiz kerak. O'tlarni olamiz. Bag'iga ham. Endi ikkita eshik qo'ysak bo'laveradi, chiroyli turadi. Oppoq o'tgan videomizda ishlatgan eshikdan ishlatamiz. Ustini yopib yuboryapman, ustini dagon. Bum. Ustini berkitamiz. Bag'iga qo'yib ustiga chiqib ketib qoldi. Bir tomonini ham to'ldirsak bo'ldi. Endi navbat eshikka. Настройка bo'limi, oq eshik tanlaymiz. O'tgan safar videoda ishlatgan eshigimizni bag'iga ham qo'yamiz. Eshiklar ochilib yopildi, yaxshi ishlayapti. Endi ichiga kirib oyna to'ldirib chiqishimiz kerak. Boyagi oynani endi to'ldiramiz. Qani ketdi. Dagon bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Agar obunachimiz 100 tadan oshib va prosmotrlar 1000 tadan oshib ko'rilsa, nima desam bo'ladi, sovrinim bor. Xullas, chiroyligina sovrin olib qo'yganman, sovg'a. O'shani sizlarga taqdim etaman. Bag'iga o'ynab qo'yamizda. Bag'iga nega Titanik qo'yding degan savolga manaqdan Titanikni chiqarib bir 20 metr, 30 metrlar uzoqlikka boraman. Ko'rasizlar. Ustiga qo'yamiz. Bittadan bag'iga ham. Endi bag'iga ikki qator qilib turib uzoqqa qarab tortib ketaveraman. Portlasa ham kattacha portlab ketadi. Boru dahshat. Ichiga nima to'ldirishimni ko'rsalaring, vashi jinni bo'lasizlar. Qani. Davom etamiz. Yetadi. Endi ichiga nima to'ldirasan degan savolga javob beraman. Kiramiz. Eshik ochil. Albatta men hayvon va odamlarni uni qilaman. Birinchi o'rinda chiroq qo'yib chiqsak, qorayib bo'lib qolmasligi uchun odam yoki nima qo'ysam bo'ladi? O'zlaring aytinglar, hayvon qilaymi, odam qilaymi? Bu bo'lmadi. Qaysidir bittasida odam bor edi-da, xullas. Shuni qilaymi ekan? Yo'q. Qani odamni izlashga harakat qilamiz, yo'qmasa faqat hayvonlarni qilamiz. Odamni topa olmasak, bu sigir. Yaxshi, bittada topdim. Bu nima ekan bu? Bu ham o'rgimchak odam ekan bu.
Endi oq osmonda uchadigan. Kaga oq. Buni o'ldirib olmayapti. Vallahi qanday o'ldira buni? Bilganlar dalil yozsin. Ha bo'ldi, uchib ketdi o'zi. Uchib ketdi. Hey. Birinchidan tanlaymiz va odam. Bo'ldi. Tamom. Hayvonlar chiqaramiz endi. Chunki odamni topib oldim. Faqat odam qolish kerak-da. Menga odam bo'lsa, odam yaxshi-da. Buni turqsoqlarni portlatishimiz kerak-ku. Ularni yemakka o'ldirsak ham yaxshi bo'lar ekan. Qorin kakras ras sochidi. Qorin to'ygizdirib olardim. Buni o'ldiraman. Cho'tta ko'chada qoranga ham tushib qopti. Ko'cha qoringa chiqib uxlash kerak. Uxlanamiz. Chiqamiz. Sakra bum. Ha bo'ldi. Eshikni yopib qo'yib divon qo'yamiz. Divonni olamiz, yerga qo'yamiz va uxlaymiz. Hech cho'tal yo'qolmabdi. Endi uyg'onadi. 1 2 3 va yorug' tush va nihoyat divonni olib tashlaymiz. Ichkariga kiramiz va odamni to'ldirib tashlaymiz ichiga. Qani. Chiqib ketmasa kerak degan umiddaman eshikdan. Odam to'ldirib tashlaymiz. Suyaga odamlarni qo'yamiz. Qani dagum. Menimcha yetadi. Endi eshiklarni yopish vaqti keldi. Ketmasa kerak. Berib qo'yaymi? Berib qo'yaman eng yaxshisi. Cho'tam. Kirila. Bana bobom rot. Cho'ta odam ketyapti bo'ldi. O yaxshi. Endi nima qilamiz? Tomni teshamiz-da. Tomdan odamni tashlaymiz ko'chadan pastga. O'diramiz hozir. Birinchi pastga tushib olamiz sekin. Endi tushib odamni to'ldirib tashlaymiz. Vata. Masillarga kerakmidi shu? Kerakmidi bularga? Qani ko'ramiz. Oxirdan nima bo'lar ekan? Tagum. Mana teshikni ham bomba bilan berib tashlayman. Esi ham buzilib qoldi, bo'ldi. Dam aytib. Portlash hosil qilamiz. Baqirib ketamiz. Portlatgichni olamiz. Va bum. Birinchisi menimcha portlamadi. Ketdi. Voy, yomon portladi ama. Kattaligini qaranglar portlaganini. Menimcha bitta ham odam qolmagan bo'lsa kerak. Bu portlashdan odammi? Cho'ta odam. Mana yoqda bitta ikkita qolib ketibdi. O'sha ikkita xullas. Qani edi narigisi tepadagisi mana. Xo'p, endi nima qilamiz aytaymi? Bomba olamizda. Buni o'zini o'rab turib bombada otamiz. Pastga tushamiz. Qochma ey. Qa qochasizmi? Qochma. Qo'lga tushding. Endi chiqib keta olmaydi do'stlar. Va endi buni o'zini ham portlatamiz. Aytganimdek, obuna bo'lishni unutmanglar. Dekabr oyigacha 1000 ta obunachi bo'lishim kerak. Va bu ham juda go'zal portladi, juda go'zal. Keyingi safar qanday video ishlab chiqay? Shuni kommentariyada yozib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaga rahmat.